Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mana ko'rdingizmi, sizni ham poyqadamingiz bilan bugun tarixiy g'alaba bilan mana shu qadrli farzandlarim o'tiribdi hammasi. Hammasi shu yerda sizni tabriklashyapti, chunki bu g'alabada sizni hissangiz katta. Biz Bunda yorqin natija yurtimizdagi millionlab futbol muxlislari, butun 38 million xalqimiz tika turib 7dan 70 yashar ko'rdi. Mana shu munavvar oqshomda, qutlug' zafar ayyomida ko'p millatli butun O'zbekiston xalqi sizlar bilan farklı ravishda faxrlanmoqda desak haqiqatni aytgan bo'laman. Bugungi o'yinda chinakam qahramon O'tkirbek Yusuf 6 marta asradi va men 6 marta minnatdorchilik bildirmoqchiman. rahmat muhtaram prezident. Ko'z yoshlaring u quvonch ko'z yoshlari. Hozirgi aytgan gaplaringni eshitib xursand bo'ldim balam. Rahmat farzandim. Rahmat. Otabek Shukurov, yarim Odiljon Hamrabekov, Alijonovlar maydon markazida o'yinni to'liq nazorat qilib, raqiblarimizga imkon qoldirmaganini ham meni xursand qildi. Abbosbek Fayzullayevning tezkor harakatlari raqib himoyachilarini sarosimga solib qo'ydi. Rahmat katta muhtaram. Eldor Shomurodov, Jamoliddin Masharif o'yinchilarimiz butun jamoa ortidan ergashtirib o'yin ruhini belgilab berdi. Albatta Timur Takirovich sizga ham alohida minnatdorchilik bildirmoqchiman. Rahmat. Timur, hozir bitta gapni men aytaman, farmonga qo'l qo'yaman. Butun o'zingiz bosh jamoaga O'zbekiston iftixori unvoni beraman.